Erta tongdan derazangizdan shohimardon zilol suvlari, toza havo, musaffo osmon, go'zal tabiatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, reklama emas, zo'r tavsiyam bor. Shohimardon tog'larida joylashgan Marmara Resort buning oddiy yechimi. Bu yerda siz oilaviy, do'stlar yoki qarindoshlar bilan bemalol kelib dam olib ketish, seminar treninglar o'tkazish va tibbiy muolajalaringizni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yosh bolali oilalar uchun VIP xonalar ham bor. Narxlari hamyonbop. Xonalar bir kishi uchun 300 mingdan, VIPlar 600 mingdan, 5 yoshgacha bolalar uchun bepul. Ovqatsiz 150 mingga ham xonalar bor. Shaxsan Sochidan kelgan shef povarimizning o'zlari bir kunning o'zida 10 ga yaqin 3 mahal mazali taomlarni tayyorlab beradilar. Do'stlar bilan o'zimiz kelib devzaraga choyxona osh qilib, so'rida yoki kabinada o'tirib ketamiz desangiz ham barcha sharoitlar bor. Xullas, Shohimardonga kelmoqchi bo'lsangiz, Marmara Resort sizlarni kutadi. Telefon raqamlarini izohda qoldiraman, yana takrorlayman. Bu reklama emas, tavsiya.